Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli futbol ishqibozlari. O'zbekistonda barcha klublar muxlislari, hurmatli do'stlar, akalar. Futbol bu o'yin, yumaloq to'p, to'rtburchak maydon. O'yinda har xil holatlar bo'ladi. Biri yutadi, biri yutkazadi. Yutayotgan komanda har deb ham yutavermaydi. Birda yutkazadi, birda yutadi. Bu o'yin. Lekin bu futbolni orqasidan bir-birlarimizni mazaqlab, bir-birimizni ustimizdan kulish hamda har xil haqoratomuz so'zlarni gapirish shart emas. Barchamiz bitta yurt vakilimiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarosimiz, bitta bayroq ostidagi bir musulmon bandalarimiz hammamiz. Shuning uchun futbolni orqasidan bir-birlarimizni ustimizdan kulish va boshqalar yaxshi deylik. Yutkizsa yutkizdi deylik. Yutsa qullab bo'lsin deylik. Lekin birimizni ustimizdan kulib, haqoratli so'zlar ishlatib, shart emas bu, urishish, boshqa qilish. Hali to'p yumaloq, har xil vaziyat bo'ladi. Kerak bo'lsa Pro Ligadan chiqqan komandaga kuchli komanda ham yutkazib qo'yadi. Bu o'yin bu. Shuning uchun hurmatli futbol muxlislari, bunaqangi tortishuvlarni yo'qotib, futbol madaniyatini o'zimizga singdirsak yaxshi bo'lardi. Sog' bo'linglar. Unaqa futbollar orqasidan bir-birlaringni behurmat qilmanglar. Sog' bo'linglar. Barcha futbolda tortishayotgan do'stlarga jo'natib qo'yamiz.